Endi Turkiyaga borishingizga hojat yo'q, chunki Turkiyaning eng yetakchi jarrohlari Namanganda. 25-noyabrdan 28-noyabrga qadar Doktor A klinikasida Turkiyaning yetakchi neyroxirurg va lor jarroh shifokorlari Umur Gunaldiyev va O'zchan O'zturk faoliyat olib boradi. 4 kun davomida neyroxirurg shifokor tomonidan miya o'smalari, gipofiz adenomalari, bosh suyagi, umurtqa pog'onasi, skolioz va disk churrasi, jarrohlik amaliyotlari va konsultatsiya. Lor jarroh tomonidan esa eshitish qobiliyatini yo'qotish bo'yicha operatsiyalar, koklear implantatsiya, vokal kord kasalliklarini davolash, bosh bo'yin saratoni, burun sinuslarining estetik, endoskopik funksional operatsiyalari bo'yicha bemorlar bilan konsultatsiya olib boriladi va zamonaviy usulda davolash va baholash ishlari amalga oshiriladi. Qabulga yozilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil: Namangan shahar, Boburshoh ko'chasi, 2-uy. Mo'ljal: Lola Jahon bozori. Joylar soni cheklangan.